Assalomu alaykum azizlar. Buloqboshini Shirmonbuloq qishlog'idamiz. Muhiddin hoji akamiz yonimda turibdilar. Bekka Muhiddin hoji akam juda chiroyli shifoxona ochgan ekanlar. Tabiiy yo'llar bilan, o'sha tabiiy asarlarni chaqtirish yo'li bilan nechta bemorlarni shifosiga sabab bo'lyaptilar. Hozir mana videoda ham ko'rdilaringiz. Qashqadaryo, Jizzax, respublikaning hamma joyidan bor ekan. Kelishib ikkinchi, uchinchi marta kelyapmiz. Yoqqani uchun qolganlarga ham tavsiya qilamiz deyapti. Bu syomka yaxshi bo'lyapti, xudo xolasa. Xalqimizga ko'pchilik bilmaydi uni. Qancha bemorlarimiz ham biz ham necha million pullarni doriga sarflaganmiz, boshqa joylarga chekka kelib shifo topdik deyapti. Hamma kasalliklarga shifo ekan bu asarlarim. Allohning maxluqi, qarang, Allohning hikmati. Kichkinagina maxluqi bilan ham insondagi katta dardlarga kerak bo'lsa, u operatsiya qilib tuzalmaydigan dardlarga shu kichkina maxluq Xudoning yaratgan hasharotda, endi bu hasharot deyiladi masalan. Shu sabab bo'lyapti. Qarang, bu ham bitta Allohning mo'jizasi. Sizlarga ham tavsiya qilamiz, kelinglar, mana hoji akam o'zlari kutib olib, Xudo xohlasa chekka joylar ekanlar, o'zlari qarayotganlar. Boshqa lechini yo'q, faqat tabiiy yo'l, asal, tabiiy oziq-ovqat va mana shu asallarni chaqtirish yo'li bilan qolgan insonlarga manfaatli video bo'ladi. Hammalaringizni taklif qilamiz, kelinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh bemorlarga shifo bersin. Hech bo'lmang.